Korrupsiyaning mohiyati va uning oqibatlari. Korrupsiya bu mansab yoki vakolatni shaxsiy foyda olish maqsadida suiiste'mol qilish, o'z manfaatini ilgari surish uchun jamiyatdagi yoki davlatdagi resurslarni noto'g'ri ishlatishdir. Korrupsiya ko'pincha pora berish, pora olish, yengillik yaratish, tanish-bilishchilikdan foydalanish va boshqa noqonuniy amallar orqali namoyon bo'ladi. Korrupsiya odatda mansabdor shaxslarning shaxsiy manfaatlarini jamiyat yoki davlat manfaati ustidan qo'llashga asoslanadi. Bu holat davlat resurslarini shaxsiy foydaga aylantiradi va natijada jamoat manfaatlari ortda qoladi. Korrupsiya har doim qonunlarni buzish bilan bog'liqdir. Mansabdor shaxslar o'z vakolatlaridan noqonuniy foydalanib, jamiyat va davlatning xavfsizligi va barqarorligini xavf ostiga qo'yadi. Korrupsiyaning oqibatida fuqarolar orasida tenglik va adolat buziladi. Mansabdorlar lavozimlarini o'z manfaatlariga ishlatib, malakali kadrlarni e'tiborsiz qoldirishadi. O'z yaqinlarini yoki tanishlarini ustun qo'yishi mumkin. Bu esa jamiyatda norozilikni keltirib chiqaradi. Korrupsiya jamiyat va davlat uchun jiddiy xavf tug'diradigan, shaxsiy foyda olish maqsadida mansab yoki vakolatdan suiiste'mol qilishdir. U ijtimoiy adolatsizlik, iqtisodiy zararlar, siyosiy beqarorlik va davlat boshqaruvining samaradorligini pasaytirish kabi salbiy oqibatlarga olib keladi. Korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish uchun shaffoflik, qat'iy jazo choralarini ko'rish va ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish muhimdir. Korrupsiyani kamaytirish uchun jamiyat va davlatning birgalikdagi sa'y-harakatlari zarur.